Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz Qo'qon shahri Buvayda tumaniga yetib kelganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, mana shunaqangi stollar ishlab chiqaradigan sexga kelganmiz. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bularning narxi hop 1.50 ming so'mdan boshlanar ekan. 8 taligi, 6 taligi 750 ming ekan. Buni materialiga qarab, mana ishlatilgan turbalarga qarab narxlari o'zgarishi mumkin ekan. Hozir bu o'rta holatda yasalgani narxi 1.50 ming ekan. Hop. Bularimiz 2.100 ming ekan. Bu 6 talik ekan. Buni 8 taliklari ham bormi? 3 million. Buni 8 taliklari 3 million. Mana ularda qanchadir? 1.700 ming. Bular ham o'sha turbani qalinligiga qarab narxi o'zgaradi, yo yaxshisidan. Qalin variant. Qalin variantda yaxshisidan o'zi. 1.700 ming so'm bu. Qalin variant juda yaxshi. Hop. Yana ba'da yana boshqa ishlar davom etyapti. Kimga shunaqangi stol stullar kerak bo'lsa, ekranda nomerga aloqa chiqaverasizlar. Dastavkalari ham bor-a? Narxini ichidami yo addendimi? Ichida. Narxini ichida dastavkalar qilib beriladi. Narxini ichida dastavkalar qilib berilar ekan.